Uni hozir ko'pchilik bir ko'rishda tanimagan bo'lishi mumkin, ammo bundan 13 yil ilgari deyarli barchaning tugmali telefonlarida uning videolari bo'lgan. Shahrixonlik yigitchaning Ronaldo bilan bir maydonda ko'p-to'k tepgani esingizdami? Oradan yillar o'tdi, ammo u o'sha davrlarni ko'p eslash yoqmasligini aytadi. Xatolar bo'lganini ham tan oladi. Nima desa bo'ladi, o'zimda ham ayb ko'p bo'ldi aka. Ziyofatlar ko'p bo'lib ketdi. Ronaldo bilan ko'rishganim, u bilan o'tirganimiz, u maydondan chiqib ujin qilganimiz, ularni ko'p eslamayman. U futbolni tark etgan 6 yil avval. Buning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Asosiysi men Lokomotivda qiynalganman aka. Nimadan? Shu moliyaviy darajadan, puldan, yeb ichishdan hamma tomonlama qiynalganman aka. Kerak bo'lsa 1-2 kun ovqat ham yemagan paytim ham bo'lgan. O'shanda ham millionlar o'yiniga mehri u qadar bo'lmagan. Sohasini unutdi-yu, ma'lum vaqt ichida o'z bizneslarini yo'lga qo'ydi. Andijonda do'konim bor. O'zimizda Sharxonda do'konlarim bor aka, 5-6 ta. Shohjahon ismini Muhammad Umarga o'zgartirgan yigit o'tmish qiyinchiliklarni ko'p eslaydi. O'zingizdan ham orttirib kimni yaxshi ko'rasiz deb bergan savolimizga javob qaytararkan, bolalik davrlarini yodga olib yosh to'kdi. Endi biz uchun onam ko'p ishlar qilgan. Kerak bo'lsa shu mahalla zakurga ham narsalar sotganmiz. Ayam bilan. Mehnat qilib istalgan natijaga erishish mumkin, ammo futbolning rivoji yo'lida hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p, deydi suhbatdoshimiz. Shu mana shu birinchilik yerlarga e'tibor berish kerak. Bolalar Buxorodan, Samarqanddan keladi. Katta bolalar, 93-yil bolalar oyligiga qancha bir 4 million, 5 million bersa beradi, bermasa bermaydi. Puli yo'q. Shundan bolalar nima deydi, pul topishim kerak, oilamni boqishim kerak deb turib, futboldan sekin-sekin chiqib miyasi o'zgarib ketaveradi aka. Aka, bu o'ynash uchun 15 million berish kerak oylik, hech bo'lmasa 15 million berish kerak uchun o'zini butsasiga, pitaniyasiga, yo'l kirasiga, ko'chada yurishiga, oilasini boqishiga hech bo'lmasa 15 million berish kerak. 12 yoshda mashhur bo'lgan yigitcha hozirda 26 da. Qizi yaqinda 3 ga kiradi. Hozirgi hayot va o'tmishdagi yulduzlik, futboldagi karyerasi. Agar yana boshidan tanlash imkoniyati berilganda, u ikkilanishlarsiz hozirgi hayotimni tanlagan bo'lardim, deydi hammaga. Ammo vaqt o'tib uning tushunib yetgan bir haqiqati bor. Qaysi yo'lda bo'lmasin, hammaga yaxshilik qilish uchun intilish omad eshiklarini ochuvchi kalitdir. Muhammad Amir Hayotzoda, Doniyor Aliyev, Markaziy studiya uchun maxsus Andijondan.